Mahsulot buyurtma qilishdan oldin kargo narxini oldindan chiqarishni o'rganamiz. Ko'pchilikni qiynaydigan savol: kargosi og'ir bo'lib ketmasmikan, qimmatga tushib ketmasmikanman deb o'ylantiradi. Bu video darslik sizga ana shu muammoni yechimida yordam beradi. Demak, kargo narxini oldindan chiqarishda avvalo mahsulotingizni og'irligini, taxminiy og'irligini bilishingiz kerak. Demak, 3 ta yo'l bilan mahsulotning taxminiy og'irligini bilsangiz bo'ladi. Birinchisi, platformani o'zida mahsulot ichiga kirganingizda mahsulotning og'irligi yozib qo'yilgan bo'ladi. Aniq og'irligi. Ikkinchisi, magazinchiga yozib so'raysiz, agarda yozilmagan bo'lsa, ushbu mahsulotning og'irligi qanchadir. Uchinchisi, agarda magazinchidan ham javob ololmasangiz, uydagi o'shanga o'xshash mahsulotingizni taroziga qo'yib aniqlaysiz. Masalan, krossovka zakaz qilmoqchisiz, uyingizga krossovka olasizda taroziga qo'yib, uni og'irligini ko'rasiz. Demak, 600 gramm deb hisoblaylik, yozasiz. 0,600 deb yozasiz. Mana 600 gramm deb yozdik, ko'paytirib qo'yasiz. Necha dollarlik kargoda olib keltiramiz? 6 dollarlik kargo, iPost kargo 1 kilogramga 6 dollar oladi. 6 yozasiz. Ko'paytiruv bugungi kunda aynan siz mahsulotni zakaz qilayotgan paytingizdagi 1 dollarni so'mdagi qiymatini yozasiz. Hozir taxminiy yozaman, mana bilmayman, bugun dollarni so'mdagi qiymati necha pul? Buni internetdan ko'rib aniqlasangiz bo'ladi. 12700 deb taxminiy yozdim. Mana kargo pulimiz oldindan chiqdi. 45720 so'm. Demak, siz bitta krossovka zakaz qilyapsiz. U 600 gramm 6 dollarlik kargoda olib keltiryapsiz. Uni kargosi 45720 so'm bo'ladi. Qo'lingizga keladigan, demak, oldindan taxminiy hisoblaganda kargosi 45720 so'm bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib kargo narxini oldindan chiqarsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, siz 600 gramm emas, 1 kilodan oshiq yoki 2 kilodan oshiq mahsulotni zakaz qilyapsiz. Yozasiz 1 kilo, 500. Masalan, 1,5 kilo mahsulot. Xuddi shunaqa qilib virgul bilan yozsangiz, to'g'ri chiqaradi hisobni. Ko'paytiruv necha dollarlik kargo? 6 dollarlik kargoda olib keltiryapsiz yoki 8 dollarlik kargoda olib keltirayotgan bo'lsangiz, 8 yozasiz. Hozir 6 yozamiz. Demak, 6 dollarlik kargoda kelyapti. 1,5 kilo mahsulotimiz. Yana ko'paytiruv yozasiz. 1 dollardan so'mdagi qiymati 12700. Yoki boshqa kuni 12600 bo'lishi mumkin. Aynan o'sha kundagi so'mdagi qiymatini internet orqali bilib olib yozasiz. Mana mahsulotimiz qo'limizga yetib kelmasdan oldin uni taxminiy kargo narxini chiqardik. 110 dollar. Demak, shunga qarab xulosa qilsangiz bo'ladi. Yo'q, qimmat bo'lib ketmas ekan. Bemalol zakaz qilsam bo'ladi deb. Yoki aksincha, kargo narxini xuddi shunaqa qilib oldindan chiqarasiz.